Assalomu alaykum, sizlar ba'zamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videoni ham boshlab oldik. Xudo xolasa bugun sizlar bilan bambu kabolarni ko'rsatamiz. O'zimizda siro bazada bor bambu kabolarimizni sizlarga ko'rsatib, tanishtirib, razmerlari va narxlarini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa bo'lmasa boshladik. Ko'rib turgan aboylarni bu tarafi 1.2 bo'ladi. Bu tarafiga uzunligi 3 metr bo'ladi. Ya'ni mash turishi 3.6 kvadrat tashkil qiladi. Hozir bu rulon bo'lib yopishib qolgan. Cho'schalar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Dekorativniy bo'ladi. Ikkiga undan tashqari bunga yaqin har xil ranglari ham bor, mana ko'rsatib qo'yarasiz aka. O'ziga yarasha ranglari ko'p. Biz omborda bu aboyimizni 50 ga yaqin rasvetkalari bor. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Ko'pchilik obunachilar tomonidan savollar tushyapti. Xudo xolasa bu savollarga bugun javob beramiz. Bu aboylarimizni qayerga yopishtirsak bo'ladi degan akalarimiz uchun xohlagan xonanglarga yopishtirsanglar bo'laveradi. Mehmonxona, oshxona, hammom, hojatxonaga ham yopishtirsanglar bo'laveradi kerak bo'lsa. Bu aboylarimiz mo'shi bo'ladi. Bemalol lazin salfetkada yoki lata-putada artib bemalol foydalana olasizlar. Uyda yoshi bolali bor oilalar uchun ham eng yaxshi yechim bo'lyapti hozirgi kunda. Artib chiqarib yuborsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa uylar buzilguncha turaveradi bu aboylarimiz. Bu aboylarimizni o'zi bitta mana shu turgan ruloni 10 kvadrat bo'ladi. Ya'ni bir donasi shu 36 kvadrat tashkil qiladi. Ikkiga bu turgani bir dona listi narxini Ro'za Ramazon oyi munosabati bilan o'zi 17-18 dollardan sotayotgandik. Ro'za Ramazon oyi munosabati bilan xudo xolasa 14 dollardan berib yuboryapmiz. Ulgurib qolinglar, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar. Bu aboylarimiz cheklangan holatda kelgan. Kelib birinchi qo'l silo bazadan xohlasanglar naqd pul asosida, xohlasanglar halol muddatli to'lov asosida kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Ko'pchilik yana so'rayotgan savollardan bittasi sizlarni manzilinglar qayerda joylashgan deyapti. Bizning manzilimiz vodiyda, Andijon shahar Soy eski mazzavodni ichkarisida joylashgan. Ustaga kelib ko'rsatib qo'yarasiz mana. Undan tashqari boshqa xildagi aboylarimiz ham bor. Bu bugun yetib kelgani uchun hali lentaga joylamadik. Xudo xolasa keyingi videolarimizda lentaga joylaymiz. Ularni ham bitta-bitta obzor qilamiz. Ro'za Ramazon oyi bilan 14 dollardan kelib xarid qilib qolinglar, ulgurib qolinglar. Xudo xolasa bugungi videodan tugatdik bo'lmasam. Hammaga rahmat. Tashilib qolamiz.